Assalomu alaykum do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Videoni ko'rish davomida like, podpis tashashni va o'z fikrlaringizni yozishni unutmang. Bugungi sayohatimizni Surxondaryoning Denov tumanida, g'arb tomonidagi tog'lar etagida joylashgan Sina qishlog'ida. Bu yer qadriyatlarimizni saqlab kelayotgan qishloqlardan biri. Shu bois unga turizm qishlog'i maqomi berilgan. 4 yildan beri bu yerda milliy taomlar sayli o'tkaziladi. Bu saylda faqatgina taomlar emas, balki milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar va rang-barang liboslarni ham ko'rish mumkin. Milliy uslubda bezatilgan pavilyonlarda hududlarga xos tansiq taomlar ko'rgazmasi tashkil etiladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, jarayonlar bilan batafsil tanishasiz. Mana shu milliy taomlar saylida hozir bu tomonida o'zimizning milliy osh, ya'ni palov pishirilayotgan ekan. Bir nechta qozonlarda hammasini aytishlaricha bo'yicha ancha vaqtdan beri pishiradigan tajribali oshpazlar ekan. Qani bularni oshini birgalikda ko'ramiz. Hozir oshpazlarning aytishicha, o'zi 5 ta qozon pishib tarqatilib bo'lingan ekan. Hozir ketma-ket yana 6 ta qozon bu yerda ovqat pishirayotgan ekan. Mana birinchi qozonlari mana qo'ylayapti. Tayyor bo'pti. Yo'q, tamam, endi. Tayyor bo'lyapti. Oshni ko'rasizmi? Mana. Aha, buncha chiroyli osh bu. Necha yillik tajribalisiz? Qani? 10 yillik. 10 yillik tajribali oshpazimiz ekan bu. O'z necha yoshsiz? Menmi? Ha? 91. 91-yil, ha? Ha, 91. Oshni ko'ryapsizmi? Bu necha kilo? Bu 60 kilo. 3 kilo necha? 60. Bunga necha kilo go'sht ketdi? Bunga 40 kilo go'sht. 70 kilo sabzi. 70 kilo sabzini ko'proq qilasiz, keyin o'shirib sariq sabzidan. Hamma sariq sabzidanmi? Yo'q, ikkitasi. Mana sariqdan oqa. Voy, buncha chiroyli bu. Ha, o'zim ham chiroyli edim-ku men. Ha, rangimga qarang. Va oshni yeysiz, keyin aytasiz. To'g'ri yo'q. Qanday bo'yicha? Bitta. O'zi xo'rsanki, ozroq suzib ber, yeb ko'rasizmi? Yeb ko'ramizmi? Ha, bir tovoqni ber. Lekin hali bo'ri, lekin salkini suzib berma, ta'mini ko'rasiz. Aha, mayli, sabzili qilib suzib bering unda. Bitta qoshiq solsangiz bo'ladi. O'zi sabziligan? Ha. Qo'y, ozgina hali ham ko'p ketdi. Sabzini solaylik. Ko'p bor. Ha, bir yeb ko'ring-da endi. Hozir menga tayyor bo'lib qolgan oshdan suzib berdilar. Yeb ko'ramiz qo'l bilan. Ha, ta'mini aytamiz. Jahonga dedik ama texta, ha? Jahonga bitta. O'yrosa issiq ekan lekin. Siz masalan osh yegansiz, buni yeb ko'ring, ta'mini keyin kelasiz yana. Ha. Issiqmi? Ha, issiq. Zag'ir qo'shilganmi? Biz tojiklar faqat zag'ir bilan. O'g'lar zag'ir degan zag'ir. Biz simechka yo'q. Hammasi zag'ir. Mana simechka yo'q. Qo'shilmaganmi? Yo'q. Bizlarga ot bilan aylanadigan, tuya bilan aylanadigan zag'irdan. Ha, o'shaning uchun qarang, rangimiz chiroyli. Ta'mini ko'ryapsizmi? Jahonga yo'qdim-ku. Zo'r. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ha, zag'ir moyi bilan. Ha, qurbon. Zig'ir yog'li osh yemagangancha bo'lganda biz hozir buni qoshiq bilan yeng. Bunaqa moy. Bo'ladi yo'q. Bufqa ko'rga buloqqa chiqadi zag'ir moy. Keyin mana bu tayyor bo'lsa keling. Ha, bo'ldi, xo'p. Keyin aytasiz, mana 5 ta qazondan yeysiz, qaysi zo'r keyin aytasiz. Kim chiroyli, kim xunuk. Hammangiz chiroyli. Bu ikkinchi qozonlar ekan, hali tayyor bo'lyapti. Mana umuman sariq sabzdan, umuman qizil sabz aralashtirilmagan. O'zimizda Surxoncha osh hammasi milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish uchungina mana shunday sayllar o'tkazib kelinayotgan ekan bir necha yildan beri Denov tumanida.
Ana bu ham hozir tayyor bo'lib qolgan. Tayyor bo'lib qolyapti bu ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz amaki? Ha, rahmat. Bu necha yildan beri osh pishirasiz? Qizim, men mana bu yigitam shular hammasi bizni shogird bo'ladi. Aha. Senaga avlod ajdodlar faqat shu kosiblik bilan kelgan. Ha. Qarangda. Begi bova degan buyuk povurlar o'tgan. Sinada? Senaga Qambal bova deb buyuk povurlar o'tgan. Va Yoqub bova deb buyuk povurlar o'tgan. Usmonov bova deb buyuk povurlar o'tgan. Bo'rzo oshpaz deb buyuk povurlar o'tgan. Ular shularni Sir asrorlarni saqlagan holda kelyapsizlar. O'rganib, shundaymi? Ha. Sena xalqi eski zamondan qolsin. Mana qayerga borsangiz Senachi novochi, Ha. senachi samsachi, senachi povur. O'zi hunarmand xalq bu yer. Bizni qonimizga bor, Mehnatkash. qizim. Qonimizga bor. Shu viloyat hokimiga million marta rahmatki, shu xalqni, shu yerni hurmat qilib, shu yerni tanladi. Ming rahmat. Biz Rahmat erta sizga. qo'limiz bilan viloyat hokimiga ta'zim qilamiz. Yana hokimiga ham ta'zim qilamiz. Chunki shu xalqni tushunib intiqob qildi. Bunga hozir necha kilo ketgan guruch, sabzi? 70 kilodan opa. Mana 4 qazon, 5 qazon, Hammasi 70 kilodan. 70 kilodan. Ha. Hozir faqat birinchi qozoningizmi yo'q? Yo'q, mana bu tayyor opajon. Bu yerda 5 qazon xalqqa shunday tarqaladi. Hozir bu buncha ko'p sabzi bu. Ko'p emasmi? Yo'q, bu hozir qaynab 50-70 kilolik burujni keyin solamiz. Qaynab pas bo'ladi. Sizlar aqida edi 2002-yildan beri shu eldi xizmatini qilamiz. Sina qishlog'ini oshi, masalan, milliy taomi boshqa joylardan nimasi farq qiladi? Edi mundoy. Sina qishlog'ini to'y oshi Ha. boshqa joydan farq qiladi baribir. Nimasi bilan farq qiladi? Aynan sir asrori nimada? Endi siri asori shu yuki ko'p. Go'shti ham, sabzisi ham, yog'i ham endi o'zimizda asobiy Bu yog'lar. ham hammasi zig'ir yog'dan, ha? Zahir yog'dan ham. Asobiy o'zimiz tortib nima qilamiz? Shu ustozimiz Domlo Niyozov. Necha yillar bo'ldi? Men 2002-yildan boshlagan. Necha yil bo'ladi? 2002 bo'lsa 23 yil. Shu elda xizmatini qilamiz, tadbirga ham elda xizmatini qilib ustozimiz shu Domlo Niyozov. o'rganib kelyapsizlar. Sog' bo'lingizlar. Qadimiy narsalar ko'p ekan. Bu yillik 8-maktab. Mana go'shti, hamsoya go'shtini qaranglar. Hammasi o't go'sht. يلا رحت اتحمد جانا
osh pishdi. Birgalikda yeb ko'ramiz. Qanday? U hammasi, yog'ning hammasi zig'ir